Apple Store'ning eng katta magaziniga kirdim. Haqiqatan ham assortiment nuqtai nazaridan, ishni tashkil qilish nuqtai nazaridan, nima deydi, prezentatsiya nuqtai nazaridan, sotish instrumentlari, texnikalari nuqtai nazaridan boshqacha. Masalan, produktlarni qarasangiz, Moviy Umon strategiyasi nima degan? Kim o'qigan Moviy Umon strategiyasi kitobini? Tavsiya qilaman, bir tashqarida kitoblar bor, o'qinglar. Moviy Umon strategiyasida keltiradiki, ikkita okean bor. Bittasi Qizil okean, bittasi Голубой okean, ya'ni Moviy Umon okean. Bittasida juda katta raqobat, qonlar to'kilib yotibdi. Bittasida esa raqobat yo'q bo'lgan ekan. Ya'ni ayrim bizneslar o'zlari uchun okean ochishadi. Shunday mahsulot, shunday narsani taklif qilishadiki, unaqasi yo'q konkurentlarda. Masalan, Apple'ning mahsulotlarini qarasangiz, iPhone telefonlarini olasizmi yoki o'zini sistemasi, iOS sistemasi bo'ladimi? Yo'q bunaqasi. Shuni natijasida xohlagan narxni qo'ya oladi, xohlagan joyda bez konkurent suza oladi. Qolganlar qonli jang maydonida bir-biri bilan go'shtini yeb, va hokazolarni amalga oshiradi.